Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Yana bir o'z yakuniga yetdi. Bu yerda manzara Andijon viloyati Bo'z tumani Bekmambod qishloq fuqaroligida bo'ldi. Bu yerga 10 metr terasga hamda eski lemlar 3 ta fortichka, keyin podvalga eshik. Narxini boshida aytib beramiz. 12 million so'mga bitta eshik, 10 metr terasga hamda 3 ta fortichka. Bu 120 bo'yi, endi 70. 3 ga zamoylar qo'yilgan. Endi bu romni boshlaymiz. Rom bo'yi 180, endi 242. Keyingisi hop 263 ga 180. Eshikka kelsak, eshik o'sha uzunligi joyi 240, 114 eshik. Qolgani rom. Ochilmaydi gulxoy. Bunisi 193 ga 180. Hop, 180 ga 93, 193 o'rtasi ochiladi. Ikki qanotli eshik, 114 ga 274 bo'yi, buni ham 180. Bunda 4 ga bo'libdi, tepasi 2 ga, tagi 4 ga bo'lib, bitta ochiladigan qilganmiz. Yo'dvidan bir qavat aynay. Zamoylarni ham tinig'idan qo'yganmiz. Ichkari ko'rinishi bu 20 lik padagonlik o'kinli ruchkalar. Hop. Akfa mahsulotlardan. Joy ichkarisi. Eshik. Keyingisi rom. O'kinli bo'lgan. Bir qavat yo'dvi aynaydi. 20 lik padagonligi bilan. Ichkari ko'rinish bu. Bu yerda 3 ta fortichka bor. 35 ga 77. Ular keyin oldin bo'lganlari. Kimga eshik rom zarur bo'lsa, terasga, shunga o'xshash ishlar zarur bo'lsa, nomerlar yozib qoladi, bemalol aloqaga ko'rasizlar. Hurmatlaringiz, qo'lni piynalangan, hamma yo'q bo'lgan. Sog'-salomat bo'lasizlar.